birinchi konsertlarimiz, birinchi tadbirlarimiz Andijonda boshlangan. Mana ro'ppa-rosa 10 yil sahnaga birga chiqmamiz. 10 yil bo'ldi. Xudo xolisa bugun birgamiz. Hamma qo'shiqlarimizni bilasizlar-ku so'zlarini. Hali esdan chiqib ketmagani, to'g'rimi? Yoddan. Unda birgalikda aytamiz. Xudo xolisa bugun bir maza qilamiz. Hammamiz telefonlarimizni yoqamiz, kameraga olamiz. Bizdan qoladigan esdalik faqat shu videolar, rasmlar bo'ladi. Boshladikmi? Aytmaydi endi hech qachon, lekin umidim negadir so'ngani yo'q. Debamanmi yoki nima deb atay, qachongacha suratingga qarab